Bugun yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Farg'onada ham katta bayram, katta tantana. Sababi milliy terma jamoamiz a'zolari mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. E'tiborli jihat shundaki, ushbu milliy terma jamoamiz a'zolari orasida Farg'onaning Neftchi jamoasining 3 nafar o'yinchisi ham ishtirok etgani bugun farg'onaliklarga 2 karra xushnudlik baxsh etmoqda. Bugun erta tongdan Farg'ona shahridagi Neftchi qarorgohida aynan ushbu futbolchilarimiz tantanali ravishda kutib olindilar. Erta tongdan chalingan kardan surdan sadolari farg'onaliklarni Neftchi qarorgohi tomon chorladi. Chindan ham bayram qilishga arzirli sabab bor. Bu yil xalqimizning 34 yillik katta orzusi amalga oshib, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari mundial yo'llanmasiga ega bo'lishdi. Shiddatli kechgan bahslarda alohida namuna ko'rsatganlar orasida Neftchi jamoasi futbolchilarining borligi bugun barcha farg'onaliklarni 2 karra xushnud etmoqda. Botir Ali Ergashev, Farruh Sayfiyev hamda Jamshid Iskandarovlarning terma jamoamiz o'yinlarida faollik ko'rsatdi. Vodiy gavhari odamlari qalbida o'chmas iz qoldirdi. Tantanali tashkil etilgan tadbirga futbolchilarimiz prezidentimiz sovg'a qilgan avtomobillarda kirib kelishdi. Qahramonlarimizni viloyat hokimligi, futbol assotsiatsiyasi, Milliy olimpiya qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi, nuroniylar, Farg'ona davlat universitetining professor, o'qituvchi va talabalari, chempion yoshlar va keng jamoatchilik vakillari qarshi olishdi. Mana bugun men futbolchi sifatida juda faxrlanib ketdim. Jonajon Neftchi jamoamizdan milliy terma jamoada 3 ta futbolchimiz ishtirok etgani ruhlantirib yubordi. Bu o'z navbatida yoshlarga, futbolchilarga boshqacha motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Bunyodkor stadionida muhtaram prezidentimiz tomonidan davlat mukofotlarini qo'lga kiritgan bo'lsa, mana Farg'ona viloyatida viloyat hokimimiz tomonidan alohida e'tibor ko'rsatilgani bu yosh futbolchilar va futbol mutaxassislari uchun juda katta motivatsiya bo'ldi. Tadbir avvalda Farg'ona viloyati teleradio kanali tomonidan mundial yo'llanmasini qo'lga kiritilishda Neftchi futbolchilarining qo'shgan hissalari aks etgan videorolik namoyish qilindi. Shundan so'ng viloyat hokimi, viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Xayrullo Bozorov so'z olib, tarixiy g'alabani qo'lga kiritilishida avvalo yurtimizda prezidentimiz tomonidan sportga berilayotgan katta e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar, futbol rivoji uchun amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar mujassamligini, shuningdek bugun Farg'ona viloyatida ham futbol yoshlar orasida eng ommalashgan yo'nalishlarning biriga aylanganini va keyingi yillarda prezidentimizning futbolni rivojlantirishga oid chiqargan qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida futbolga berilayotgan katta e'tibor, jamoalarning moddiy texnika bazasi yaxshilanib, zamonaviy imkoniyatlar yaratib berilayotganini alohida e'tirof etdi. Mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligida juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekistonni dunyo tan olyapti. O'zbekistonni o'rnini bugun butun har qaysi davlatlar ham shu dunyoni mana degan davlatlari ham Yevropa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bugun haqqoniy mana bugun qilingan mehnatlarni va bugun O'zbekistonning nomini ulug'layapti. O'zbekiston nomini tan olyapti. O'zbekistonning prezidentining qilgan islohotlarning bugun hammasi demak qanchalik to'g'ri ekanligini ta'kidlayapti. Birlashgan Arablar shu bo'lib o'tgan futbolda mana jamoamiz ilk bora shu Markaziy Osiyo davlatlari orasida terma jamoamiz mana shu jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Juda katta muhim voqelik, juda katta bu g'alaba. Qolaversa Qatar jamoasi bilan bo'lgan o'yinda jamoamiz shunday bir chiroyli o'yin qilib, chiroyli bir mana shunday futbol ko'rsatib, shu yutug'i qanchalik to'g'ri ekanligini, shu yo'llanmani qanchalik to'g'ri olinganligi, haqli ravishda olinganligi, haqqoniy shu yo'llanmaga O'zbekiston jamoasi ega ekanligini mana shu o'yinda chiroyli g'alaba, mana 3-0 hisobida chiroyli g'alaba bilan futbolchilarimiz butun xalqimizni demak xushnud qildi. Xursand bo'lib aytishimiz kerak. Mana shu O'zbekiston milliy terma jamoamizni mana shu jahon chempionatiga yo'llanma olishda juda katta mana o'zining mehnatini va hissasini qo'shgan, va futbolni rivojlantirishda hissasini qo'shgan albatta bu bosh trenerimizni ham aytishimiz kerak. Temur Tohirovich Kapadze. Biz xursand bo'lamizki, Temur aka ham Farg'onaning farzandi. Tarixda mana bunaqasi bo'lmasa kerak. Bitta trener ikkita jamoani juda katta mana shunday futbol mundiallarga olib chiqqan. Ya'ni 23 yoshlik komandamiz Olimpiya komanda deydi. Olimpiya komandamiz mana Parij olimpiadasida olib borgan. Mana bizni mana shu vatandoshimiz, bizni yurtdoshimiz mana ikkinchi katta yutuq terma jamoani yana shu jahon chempionatiga olib chiqish. Bu o'ziga xos bir rekord. Hech qaysi uncha trenerda takrorlanmagan bo'lsa kerak. Demak, ham Olimpiadaga komandani olib chiqish, ham
mana shu jahon chempionatiga amanda olib chiqish. Albatta bulardan biz faxrlanamiz. Mana shunday Farg'onada shunday farzandlari borligi hammamizga faxr va g'urur. Asosiy terma jamoamizni mana shu qo'lga kiritgan yutuqlarda Neftchi jamoamizni a'zolarining ham alohida hissasi borligini ta'kidlab o'tishimiz lozim bo'ladi. Albatta bu Farruh Sayfiyev mana himoyachimiz, yarim himoyada Jamshid va Askandarov, xolasi darvozabonimiz Botiray Ergashevlar ham mana shu jamoamizni bugun mana shunday katta yutuq qilishiga o'zini munosib katta hissalarni qo'shdi. Shundan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Farg'onalik Timur Kapadzening dadasi Tohir aka Kapadzega viloyat hokimligining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari topshirildi. Botirali Ergashev, Jamshid Iskanderov va Farruh Sayfiyevlar ham viloyat hokimligining maxsus mukofotlariga ega bo'lishdi. Avvalambor hammani jahon chempionatiga chiqqanimizdan tabriklayman. Ko'pchilikning mehnati, duosi bilan bu g'alabaga erishdik deb o'ylayman. Bu yerda yaratilgan sharoitlar, e'tibor katta muhim rol o'ynaydi. Mana ko'rib turibsiz, Farg'ona viloyatimiz rahbari ham bunga befarq emaslar. Shuning uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bizni oldimizga katta maqsad qo'yilgan. Bu yil Xudo xolasa chempionlik va kubok qo'lga kiritish, muxlislarimiz bilan birga nishonlashni tilab qolaman birgalikda. Xursandmiz. Shunaqa yoshlarga shunaqa e'tibor, bu kelajakda o'sib kelayotgan o'sha yoshlarimizga bu yanada qanaqadir motivatsiya deb o'ylayman. Mana hozir Farg'ona viloyat hokimi shart-sharoitlar yaratib berayotganiga shu rahmat deb qolamiz. Har bitta futbolchining maqsadi bo'ladi. Biz ham shu yoshligimizdan shu futbolga kirib kelgan ekanmizki, maqsad qilamiz o'sha jahon chempionatiga chiqishga, jahon chempionatida o'ynashga. Men bundan juda ham faxrlanaman. Men bundan juda ham xursandman. Shu milliy terma jamoamiz bilan jahon chempionatiga chiqdik. Bu hammamizning yutug'imiz. Butun O'zbekiston xalqimizning yutug'i. Prezidentimizni tabrik eshitdik, unvonlar oldik. Bundan juda ham xursandman, juda ham faxrlanaman. Farg'ona viloyat hokimimiz futbolni juda ham yaxshi ko'radilar. Buni biz juda ham yaxshi bilamiz. Xudo xolasa shu e'tiborlarni oqlashga harakat qilamiz. Shu kuni futbolni rivojlantirishga qo'shayotgan munosib hissasi uchun viloyat hokimi Xayrullo Bozorovga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining maxsus sovg'alari taqdim etildi. Shu kuni Neftchi jamoasining yarim himoyachisi Abror Ismoilov uchun ham unutilmas kunga aylandi. Superliga bahslarida va O'zbekiston Kubogi musobaqalarida faol ishtiroki bilan alohida o'rnak ko'rsatayotgani, bir o'yinda raqib darvozasiga 2 tadan chiroyli gollar kiritib, dublni qayd etayotganligi bois Neftchi jamoasi rahbariyati tomonidan Gentra avtomobili sovg'a qilindi. Ushbu sovg'a esa viloyat hokimi tantanali ravishda topshirdi. Avvalambor katta rahmat aytaman. To'xtab qolish yo'q. Yana chiroyli gollarimizni urib, jamoamizni yutuqli o'yinlarda hissalarimizni qo'shishga harakat qilamiz. Bizga qanaqadir motivatsiya bo'lyapti. Shunaqalar Gentra sovg'asi bor deyshti. Bundan xursand bo'ldik. Katta rahmat aytamiz hammalariga. Biz ham orzuyimizdan bittasi keyingi Xudo xolasa jahon chempionati chiqishlarida nasib qilsa, Xudo xolasa biz ham borish. Jamoadoshlarimiz bularga qo'shilib, orqasidan biz ham harakat qilamiz. Shunaqa jahon chempionatlarida borish ham nasib qilsa, shular qatorida biz ham harakat qilamiz. Viloyatimiz san'at ustalari va badiiy jamoalari tomonidan namoyish qilingan konsert dasturi tadbirga yanada fayz ulashdi. Ishonamizki, Neftchi jamoasi a'zolari uchun ko'rsatilgan bunday e'tibor ularning faoliyatlarini yanada jonlantirib, Superliga bahslarida ham yuqori natijalarni qayd etishlariga xizmat qiladi. Behzod Jo'raboyev, Ikrom Jo'rayev, Azamat Qamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.